Alloh taolo Qur'oni Karimda Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseeran va sabbihuhu bukratan va asila deya marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilingiz, ertayu kech unga tasbih aytingiz deydi. Tasavvur qiling. Agar kishi bir buyrak yetishmovchiligi yoki biror bir kasallik bo'lsa, shifokor suv ichib turing desa, yoki bo'lmasa biror bir bemorligingiz uchun dori yozib bersa, uni bir marta ichsangiz shifo qilmaydi, shifoga sabab bo'lmaydi. Yoki har zaman ichsangiz ham bo'lmaydi. Nima qilish kerak uni? Vaqti bilan tez-tez ichib turish kerak. Shunda u shifo beradi, shifoga sabab bo'ladi. Xuddi shuningdek Alloh taoloning zikri ham har zaman bo'lsa bo'lmaydi. Doim zikr qilib turish kerak. Til, qalb Allohning zikri bilan namlanib turish kerak. Men yaqinda bir gapni aytgandim. Yana shu zikr kelganligi uchun aytib ketay. Ba'zilar aytadiki, qo'lida tasbih bilan zikr qilib yuribdi, bu riyo uchun deydi. Uni bilmaysiz uni. Sizni ko'zingizga hali tasbih o'xshab olishdan maqsad o'zini zikrli inson qilib ko'rsatmoqchimi yo haqiqatan zikr qilyaptimi? Uni Alloh biladi qalbini, siz bilmaysiz. Siz yaxshi gumonda bo'ling. Va hazratning bir gaplari bor. Zikr qalbda bo'lmaydimi degan gaplar gapiradigan insonlarga, hali tasbih ko'tarib olibdi-ku degan insonlarga men aytamanki, qo'yaver. Hozir zikrni tasbih bilan boshlabdi. U keyin tiliga o'tadi, keyin vaqti bilan qalbga yetib keladi. U sabab tasbih qo'lida bo'lgan insonlarga sen riyo qilyapsan deb qattiq gapirmang. Inshaalloh Alloh taolo uni yo'lini isloh qiladi dedi. Mana yaqinda men shu videoni ko'rdim, agar ichinglarda ko'rgan bo'lsanglar, bir Turkiyaning mashhur blogeri O'zbekistonga keldi. Aytayaptiki, men atayin deyapti, taksilarga chiqdim deyapti. Yo'l-yo'lakay odamlar bilan suhbat qilish uchun, o'zbeklarning mentalitetini, hayotini o'rganish uchun deydi. Avtobusga chiqdim, metrosiga chiqdim, taksilarga chiqdim deydi. Aksar insonlarni, yosh qari insonlarni qo'lida deydi barmoq tasbihni ko'rdim deydi. U o'zini fikrini aytayapti. Uni hech kim birov majburlamayapti shu masalani ko'targin deb. U o'zini, masalan, siz ham bir davlatga borsangiz, sizga bir ajoyib bo'lganini kelib yurtingizga kelib yetib berasiz-ku. Bu millat shunaqa ekan, buni bunaqa urfi bor ekan. Yaxshi bo'lsa yaxshi tomonni gapirasiz, yomon bo'lsa yomon tomonni gapirasiz. Bu Turkiyam O'zbekistonga kelib, uni xursand qilgan va qoyil qoldirgan narsasini aytayapti-ki, bu o'zbeklar deyapti. Bekorga bunaqa emasda deyapti. Nimagasa bularni bobokaloni naqshband bor-ku deydi. Butun dunyoga Allohni zikr qilishni o'rgatib qo'ygan. Shu inson yashagan yurtda shu avlodni qo'lida men zikr tasbihni ko'rdim. Bular shu rulda ketsa ham yoki bekatda o'tirgan bo'lsa ham, bir joydan ikkinchi bir joyga borsa ham Allohni zikr qilib yurar ekan degan gapni gapirdi. Yana bir karra aytayapman, uni hech kim majbur qilayotgani yo'q. Ikkinchidan uni hayratda qoldirgan narsasi shu.